O'zbekiston Yoshlar ittifoqi viloyat kengashi tomonidan o'quvchi yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularda ona yurtga sadoqat, jasorat va mas'uliyat tuyg'ularini shakllantirish hamda harbiy xizmatga bo'lgan qiziqishlarni oshirish maqsadida harbiy qismda bir kun loyihasi tashkil etildi. Tadbir tafsilotlari hozirgi lavhamizda. Loyiha davomida o'quvchilar saf mashg'ulotlari jarayoni bilan yaqindan tanishdilar. Qurol, aslahalar va harbiy anjomlar ko'rgazmasini kuzatdilar. Zakovat harbiycha intellektual o'yinda ishtirok etdilar. Harbiy xizmatchilar bilan ochiq muloqot ham o'tkazildi. Yigit-qizlar shu tariqa harbiy texnikalar, himoya vositalari, askarlarning kundalik hayoti va qat'iy intizomi haqida batafsil ma'lumotlarga ega bo'lishdi. Ayniqsa harbiycha tartib asosida tashkil etilgan tushlik jarayoni o'quvchilarda katta taassurot qoldirdi. Bu ularga askarlar hayotining real muhitini his qilish, jamoaviylik va intizom qanchalik muhim ekanini anglash imkonini berdi. Bu tadbirlardan asosiy maqsad yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, vatan taqdiriga daxldorlik hissi bilan ulg'ayishi va bugungi kundagi armiyamizdagi o'zgarishlar, yangilanishlar bilan hamnafas bo'lish va mana shu orqali o'zlariga bir jasorat, yanada bir qat'iyat, shijoat, kelgusida ishlarida shu azmi qat'iyat olishni maqsad qilishgan. Loyiha yakunida o'quvchilar o'z taassurotlari bilan o'rtoqlashib, kelajakda vatanga sadoqat bilan xizmat qilish istagini bildirdilar. Bunday loyihalar yosh avlod qalbida vatanparvarlik tuyg'ularini yanada mustahkamlashga, ularni ezgu maqsad sari qat'iyat bilan intilishga undaydi.